Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Birorta ishinglar bormi? Ozgina pul bersanglar ham ishlayveraman. Yo'q, aka, hozir ishimiz yo'q. Sizga bitta ish bor. Mana qopni ichkariga olib kirasiz. 10 ming so'm beraman, bo'ladimi? Pul bo'ladi aka. Olib kiring. Bu qopni ham o'zimiz olib kirib qo'yardik. Balki nochordir. Desang, boshlig'imiz ozgina ehson berib ketgan. Shu odam egasidir balki. Qadam bilasan. Yo'q, to'g'ri kelgan odamga pulni berib yuborasanmi? Balkim o'rdir, chisaverdir, qadam bilasan. Sinab ko'ramiz, keyin aytaman. Qanaqa sinamoqchisan? Shunga qiziqyapsan. 100 ming so'm pul beraman. Bizda mayda qolmabdi deyman. O qo'shni magazindan maydalab keling deyman. 10 ming so'mni olib qolib, qolganini qaytarib bering deyman. Agarda qaytarib bermasa, ehsonda egasi bo'lmaydi. Aka, aytgan ishlaringiz hammasini qilib qo'ydim. Sizga hozir mayda pulimiz qolmabdi deng. Shunga mana shu 100 mingni olasizda, o qo'shni magazindan maydalab kelsangiz 10 ming so'mni olib qolganini qaytarib kelib berasiz. Yarim soat o'tdi. Kelmaydi. Ketdik. Kech qolib ketamiz. Kelmaydi shekilli. Ketdik bo'lmasa. Nima uchun kech qolib ketdingiz? Shu pulga hojatim bor edi. Ozgina nafsim bilan tortishdim. Ming bor uzr. Mana 90 ming. To'g'ri qarorga kelibsiz. Agar shu qarorga kelmaganingizda, shuncha puldan quruq qolgan bo'lardingiz. Ketdik. Boshingga musibat tushsa ham halol bo'lgin deb bekarga aytmagan ekan otam. Umr oqmas bir tekisda tek, kimlarnidir hasrat yengadi.